Tafsiri muyassar. Ra'd suresi. Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif, lam, mim, ra. Bu xildagi harflarning bayoni Baqara surasining 5-da o'tdi. Bular ulug' Qur'onning oyatlaridir. Ey payg'ambar, Rabbing tarafidan sana nozil qilingan bu Qur'on haq kitobdir. Mushriklar tuhmat qilgandek sen uni o'zing to'qib chiqmading. Ahvol shundoq tursa-mu, insonlarning to'lisi uningga ishonmaydi va amal qilmaydi. Alloh osmonlarni sizlar ko'rib turayotgandek o'z qudrati bilan to'riksiz barpo qilgan. Ondan o'ziga loyiq ravishda arshga o'rlagan. Kun bilan oyni bandalarning manfaatiga bo'ysundirib bergan zotdir. Ularning har biri o'z orbitasida qiyomatga qadar aylanib turadi. Alloh dunyo va oxiratning ishlarini o'zi yolg'iz boshqaradi. Sizlarni o'zining haq ekanligiga, qiyomat kuni oldiga boradiganligingizga, va'dalarga va ogohlantirishlarga ishonsin, ixlos bilan ibodat qilsin deb cheksiz qudratiga va yegona iloh ekanligiga dalolat qiladigan oyatlarni tafsili bayon qiladi. Alloh yer yuzini so'zib keng yaratgan. Uni sizlarning yashashinglar uchun hozirlab bergan. Uningda tog'larni va daryolarni yaratgan. Meyvelerning har bir turini ikki xil qilgan. Ulardan oq, qora, tatliq va chuchumal hammasini yaratgan. Kunduzni kechining qorong'uligi bilan yopgan zotdir. Sheksizki, bularning hammasida tafakkur qiladigan va vaz nasihat oladigan qavm uchun nurg'un ibratlar bor. Yer yuzida bir-biriga tutishib ketgan yerlar bor. Ularning ba'zi ziroat unadigan va kishilarga foydasi tegadigan yerlar. Yana ba'zi hech narsa unmaydigan qattiq yerlardir. Yer yuzida yana uzumlik bog'lar, turli ziroatlar, shoxlagan va shoxlamagan xurmo daraxtlari bor. Ularning hammasi bir xil yerda o'sadi. Bir xil suv bilan sug'uriladi. Lekin u meyvelar ta'mda, hajmda bir xil bo'lmaydi. Biri tatliq, yana biri chuchumal, ba'zidan yeyishlik bo'ladi. Sheksizki, bularning hammasida aqlini ishlatib Allohning amr farmonlarini tushunadigan odam uchun albatta nurg'un alomatlar bor. Ey payg'ambar, mushu dalil pakitlardan keyinmi kofirlarning iymon etmaganligiga ajablanadigan bo'lsang, ularning biz to'piga aylanib ketgandan keyin qaytadan tirilamdik degan so'ziga ajablansang bo'ladi. Ani shular o'zlarini yo'qdan bor qilgan ulug' Rabbini inkor qilganlardir. Ani shular qiyomat kuni bo'yinlarga taqoqlar selinadiganlardir. Ani shular do'zaxda mangu qolg'uvchilar bo'lib, do'zaxdan qat'iy chiqolmaydi. İnkarçılar senden özlerge amanlık ve yaxşılık elip gelişi kütülgen imandan ilgiri men keçiktirgen azapның tezrek düşüşünü talep kılıdı. Ulardan ilgiri özlerge oxşaş inkarçı kavimlerge köpligen azaplar kelgen idi. Ular nemişqa aşulanın halaketinden ibret almaydı. Ey peygamber, Rabbin bendelerge nahayeti mehribandır. Ular gunoh qilib o'ziga qanchalik ko'p zulm qilsa-mu, agar gunohiga tavba qilsalar, Rabbing albatta ularning gunohini mag'firat qiladi. Kufrligini, ozg'unligini va gunoh ma'siyatni davomlashtirish orqali o'ziga zulm qilganlar uchun Rabbingning azobi to'liq qattiqdir. Makkaning kofirlari Muhammadga, Musoning hossiga, Salihning kishi tugisiga o'xshash hissiy mo'jizalar tushirilsa bo'lmamdi deyishdi. Ey payg'ambar, bu sening ilkingdagi ish emas. Sen faqatla
ularga dinni yetkizgichi va ularni Allohning azobidan ogohlantiruvchisan. Har bir qavmning ularni Allohga yetaklaydigan biror payg'ambari bo'lgan. Allah har bir kishining nimaga homildor bo'lganligini obdan biladi. U o'g'il tug'amdi yoki qizmi? Tug'iladigan bola baxtli bo'lamdi yoki baxtsizmi? Bularning hammasi Allohga ma'lumdir. Balyatqularning nimani kemaytib, nimani ziyoda qiladiganligini, ya'ni bovaqning tushib ketadiganligini yoki 9 oydan burun va yoki uningdan keyin eshib ketganda tug'iladiganligini Alloh biladi. Allohning dargohida hamma narsa o'lchamlikdir. Alloh yoshirun va oshkor ishlarning hammasini bilguchidir. Zotida, ish faoliyatlarda va ism sifatlarda mukammaldir va hammadan buyukdir, barliq mahluqotidan ustundir. Allohning ilmiga nisbatan gap so'zini yoshirgan, oshkor qilgan, ishlarini kechasi maxfiy qilgan, kunduzi oshkor ish qilgan odam o'xshashdir. Har bir odamning oldi keynida Allohning amri bilan uni ko'zitib turadigan, uningdan sodir bo'lgan yaxshi yomon ishlarni xotirlab turadigan navbatchi farishtalar bor. Sheksizki, har qanday bir qavm Allohning amriga osiylik qilib, uning amr farmonlarini o'zgartib, osiylik qilmoqcha Allah ularga ato qilib kelayotgan ne'matlarni o'zgartmaydi. Allah har qanday qavmga biror balo qazoni iroda qilsa, uningdan qochqili bo'lmaydi. Ularga Allohdan boshqa ishlariga ega bo'ladigan, yaxshi ko'rgan narsalarini beradigan, ziyon zahmatdan qo'g'daydigan hech qanday madadkor chiqmaydi. Allah köydürgücü çaqmaqdan qo'rqitgan va yomg'irdan umidlantirgan holda sizlarga qudratining alomatlaridan bo'lgan chaqmoqni ko'rsatadigan va sizlarga manfaatli bo'lgan yomg'irni ko'targan qo'yuq eg'ir bulutlarni paydo qiladigan zotdir. Güldürmama Allohning madhiyalab tasbih etadi. Farishtalar Allohning ulug'ligidan ayminib tasbih etadi. Allah halok qilg'uchi chaqmoqlarni avatib, bandalardan xoligan odamni halok qiladi. Kafirlar Allohning sifatlari va uning o'liklarni tirildiradigan qudrati to'g'risida datalash qilishmoqda. Allah osiy gunohkorlarni jazolashga albatta qodirdir. Allohning azobi haqiqatan qattiqdir. Haqiqiy da'vat Allohdan boshqa hech qanday iloh yo'qdir degan tavhid da'vatidir. Ibodat va duo Allohga qilinadi. Mushriklarning Allohni qo'yib cho'qinadigan ma'budlari duo qilguvchilarning duosini ijobat qilolmaydi. Ularning hech qanday hojatini ravo qilolmaydi. Butlarga duo qilgan odam og'zimga suv yesin deb ishga olqinini suvga qartib ichib turgan bo'lsa-mu, suv og'ziga yetmagan odamga o'xshaydi. Kafirlarning ma'budlarga qilgan duosi to'g'riliqdan butunlay yiroq bo'lganlikdan faqatla bekordir. Osmonlardagi va zamindagi hamma narsa Allohga bo'ysunadi. Mu'minlar Allohga ixtiyoriy bo'ysunsa, kafirlar majburiy yo'sinda bo'ysunadi. Chunki kafirlar Allohga ibodat qilishdan bosh tortsa-mu, Allohning taqdiriga majburiy bo'ysunadi. Etigan oqshamda mahluqotning soyilari Allohning ulug'ligiga bo'ysunadi. Chunki soyilar Allohning irodasi bilan yo'tkilib turadi. Ey payg'ambar, mushriklardan osmonlarning, zaminning Rabbi va ularni boshqaruvchi kim deb so'rag'in. Va Allah yaratquchi va boshqarib turg'uchidir. Sizlarmi buni e'tirof qilisizlar deb javob bergin. Ondan ularga amaliyat shundoq tursa-mu, sizlar Allohni qo'yib, sizlarga tugul, o'zgami foyda ziyon yetkazolmaydigan narsalarni ma'bud qilib oldinglarmi deyin. Ey payg'ambar, ularga yana ma'naviy jihatdan ko'ri bo'lgan kofir odam bilan ma'naviy ko'zi ochiq mo'min odam barobar bo'lamdi.
yoki qorong'uliqlar bilan nur barobar bo'lamdi degan. Yoki ularning saxta ma'budlari Alloh yaratgan maxluqotga o'xshash maxluqot yaratgan bo'lib, ular Allohning yaratganlari bilan bu saxta ma'budlarning yaratganlarini ayriy olmay qilib, atalmish ma'budlarni ibodat qilishga haqli deb o'ylab qoldimi? Ey payg'ambar, ularga aytqinki, Alloh hamma mavjudotni yo'qdan yaratgan. Ibodat qilishga tamamen haqli bo'lgan va hammaga g'olib keladigan yagona zotdir. Ularning saxta ma'budlari hech narsani yaratgan emas. Ular hech kimga foyda yetkazolmaydi, ziyonmi yetkazolmaydi. Ondan Alloh haqning botil ustidan qanday g'alaba qiladiganligiga yomg'ir bilan madanni misol qilib keltirdi. Allah bulutlardan yağdırıp bergen yağmur zaminning jilg'ilarida eqib kalkun hosil qiladi. Kalkun suv ustidagi ko'piklarni supurib tashlaydi. Kishilar zinnat buyumlarini yasash yoki boshqa manfaatlar uchun oltin va kumushdan madanlarni o'tqa selib eritadi. Bu madanlarning suvning ko'pikiga o'xshaydigan ko'piki bo'ladi. Madan qizitilgandan keyin uningdagi foydasiz narsalar chiqib ketadi. Allah haq bilan botilga mushundoq misol keltiradi. Ko'pik eqib tugaydi. Chunki uningda insonlarga foyda yo'q. Ammo insonlarga foydali bo'lgan pok suv bilan sop madan zaminda qolib qoladi. Allah haqni botildan, hidoyatni ozg'unlikdan ayirib berish uchun mushundoq misollarni keltiradi. Tafsirim muyassar. Bir guruhi o'dmalar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqxun. 2020 yanvar 1-nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.